Musiqa bu inson qalbining so'zsiz izhori, uning eng chuqur tuyg'ulariga ovoz beruvchi sehrli til. Har bir xalq, har bir madaniyat o'z yuragining urishini cholg'u asboblarida aks ettirgan. Bu asboblar esa avloddan avlodga o'tib, insoniyatga hamroh bo'lib kelgan. Daraxtdan, toshdan, simdan, hatto jimjitlikdan yaratilgan bu sozlar nafaqat tovush chiqaradi, ular tarixni kuylaydi, dardni so'zlaydi, quvonchni tarannum etadi. Musiqa asboblari inson bilan birga ulg'aydi, o'zgaradi, takomillashadi, ammo ularning mohiyati o'zgarmaydi. Ular yurakdan chiqqan tuyg'uni yuraklargacha yetkazadi. Mana shunday sehrli cholg'ulardan biri qadimiy va nozik ohangli Qashqar rubobi. Bu soz nafaqat ohang, balki xalq ruhining inikosi, musiqiy ma'naviyatimizning durdonasidir. Qashqar rubobi haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, rubob cholg'usi Markaziy Osiyo xalqlari, o'zbeklar, tojiklar, uyg'urlar orasida qadimiy va ommalashgan cholg'ulardan biri hisoblanadi. Qashqar rubobining asosan qachon va qayerda paydo bo'lganligi haqida aniq ma'lumotlar yo'q. Shunga qaramay tarixiy manbalarda rabob, rebob, rubob cholg'usi haqida ma'lumotlar uchraydi. Bunday ma'lumotlarni Abu Nasr Farobiy, Abu Ali ibn Sino, Abdurahmon Jomi, Abdulqodir Marog'iy, Darvish Ali Changi, Abdurauf Fitrat kabi ko'plab allomalarning asarlarida kuzatish mumkin. Lekin bu asarlarda so'z yuritilgan rubob cholg'usi aynan hozirgi yoki boshqa bir ko'rinishdagi Qashqar rubobi ekanligi haqida aniq ma'lumotlar uchramaydi. Qashqar rubobining Shinjon Uyg'urlar orasida tarqalgan Do'lon rubobi nomli turi mavjud. Uning dastasi pardasiz, naqshli fason qulog'i hamda 3 ta asosiy va bir necha rezonator torlari bo'lib, mezrob bilan chalinadigan sozlardan hisoblanadi. Bu cholg'u qadimgi Torin va Yokint daryosi bo'ylaridagi vohalarda yashagan Do'lon qabilalarining qadimiy cholg'u asbobi hisoblanib, miloddan 4 asr oldin qo'llanilgan degan ma'lumotlar bor. Takomillashtirish natijasida yaratilgan ruboblarni fabrikada keng miqyosda ishlab yo'lga qo'yish maqsadida bu rubobning kosasi yog'och qovurg'alarini biriktirib ishlana boshlandi. Keyinchalik ustalar takomillashtirgan rubobning o'yma kosali turlarini ham yaratdilar. Qashqar rubobining tarixi qachon kelib chiqqanini noma'lum ekanda bu. Uyg'urlar orasida keng tarqalgan ekan, Qashqarda deydi. Qashqar rubobi ipak tarlar bilan bog'langan pardalar. Keyingi davrga kelib, qaytadan zamonaviy qilib moslanib metal perdeler bilan kaplangan bu Qashqar rubobimiz. Bugungi kunda bu Qashqar rubobimiz nafaqat ensembullarda, o'zbek xalq chalg'ulari orkestrida ham keng qo'llaniladi. Yakka ijrolarda, fortepiano jo'rligida, zamonaviy chet el kompozitorlarini, o'zbek kompozitorlarini kuylarini bemalol chalish mumkin. Hozirgi kunda ham ommalashib, yana musiqa maktablarında, bilim yurtlarında, oliy o'quv yurtlarında foydalaniladi Qashqar rubobimiz. Tallarımız endi masalan, endi to'y marosimlari shularda chalinadi. Lekin bu hozir shu boshlang'ich yana bolalar uchun, musiqa maktablari uchun eng bir ommabop asbob bo'ladi-da bu, qulay. So'nglik bilan bir vaqt o'tishi bilan tarix o'tib ketishi mumkin o'quvchilarimiz. İş faoliyatime 40 yıl oldu. Biraz o'quvchi shogirdlarni chiqarganmiz. Tanlovlarda ishtirok qatnashganlar. Yana shu 2019 yilda Navro'z sadolari degan xalqaro tanlov bo'lib o'tdi. Maktabimizning xalq chalg'ulari orkestri qatnashdi. Shu orkestrda 23 bola bo'ladigan bo'lsa, 6 o'quvchisi meni o'quvchilarim edi shunlar. Shu ketma-ketlikda 3 yil xalqaro tanlovda bizning maktab birinchi o'rinni olgan. Shu orkestrdan 6 o'quvchi meni o'quvchilarim qatnashgan. Undan tashqari Kemalak yulduzlari, yana respublika bo'yicha yana tanlovlar bo'ladi viloyat bosqichlarida. O'tgan yil Toshkentda bo'lib o'tgan Yangi yil yulduzlari ko'rik tanlovi bo'lib o'tdi. Undan o'quvchimiz Xudoynazarov Behruz faxrli 2-chi o'rinni oldi. Viloyatda bo'lgan konkursda 1-chi o'rinni oldi. Bugungi kunda endi ixtisoslashtirilgan musiqa maktabiga o'qishga girdi. Yana bir o'quvchimiz bu yil Urganch davlat universitetiga o'qishga qabul qilindi. Qashqar rubobimiz
buyurtma asosida bu tut daraxtidan ishlangan, yasalgan. Mana endi ustalarimiz tutdan endi qarab, eng bir yaxshisidan endi ham yerini ham ishlatib qo'ymaydi-ku uni. Masalan, 50 yil uzoq yashagan tut bo'lsa, shuni istasa deydi, yaxshi bo'ladi deydi. Shundan qo'yib ishlaydilar-da buni. O'zi bunun üstüne balık derisinden, lakka derisinden. Dım tapılmasa malının yürek perdesinden kaplanadı bu. Mana şu deri kısmı. O'zi yine bir de yine ilmakları dedik. Bir de herrek koyuladı üstünden yine şahları, bezekleri. Mesela bu destek kısmı olsun. Mesela metal bilen başkadan perde onatılgan yine. Bir de yine kulak kısmı, şeytan herrek. Endi Qashqar degandan sabab aytdi-ku ham Uyg'urlar deb. Xitoyda shunday bir Uyg'urlar yashaydigan viloyat bor ekan. Qashqar deb aytilgan-ku qadimda. Shu yerdan ham kelib chiqqan degan nala bor ama taxmin. Shu yerdan kelib chiqqan endi ma'lum bir nala yo'q. Lekin shu aslida shu O'zbek O'rta Osiyoda keng tarqalgan instrumentlardan birisi. Yani orkestrlarda yakka holda tartibda chalib turibdi o'quvchilarimiz. Bugungi kunda rubobning qovurg'ali hamda an'anaviy o'yma Qashqar rubob turlari amaliyotda keng qo'llanilmoqda. Qovurg'ali rubob asosan boshlang'ich o'quv davrida o'zining ixchamligi va sozlash imkoniyatining birmuncha yengilligi bilan nisbatan qulay hisoblanadi. An'anaviy o'yma Qashqar rubobi menzurasi uzunligi sababli tovush jarangdorligi va tiniq soddalanishi bilan ajralib turadi. Qashqar rubobining dasta qismida asosan 24 ta metal pardalar joylashtirilgan bo'lib, ular rubob tovush qatoriga xromatik tarzda yarim tondan qilib joylashtirilgan va tortish bo'yicha bosh qismidan kosa qismiga qarab sanaladi. Dastaning bosh qismi tomonidan yuqori xarrak o'rnatilgan bo'lib, torlari shu yuqori xarrak orqali quloqlarga taqiladi. Qashqar rubobida asosan 2 juft, bir tok tor bo'lib, ularning 2 juft torlari metaldan va bitta tok tori esa ipakdan. Qashqar rubobining birinchi juft tori birinchi oktava Lia tovushiga, ikkinchi juft tori birinchi oktava Mi tovushiga, uchinchi tok tori esa kichik oktava Si tovushiga sozlanadi. Bugungi O'zbekiston va Tojikiston hududlarida Qashqar rubobi keng tarqalgan bo'lib, bu cholg'uda maqom asarlari va xalq kuylaridan tortib, kompozitorlar ijodiga mansub bo'lgan murakkab, yirik shakldagi asarlarni chalish imkoniyati mavjud. Qashqar ruboba qiziqishim og'amdan bo'lgan. Og'am bera qatnaverganda shuni chalishini ko'rib, qo'shiq aytishini ko'rib, bera qiziqishim katta bo'lgan. Keyin kelganman. Ustozlar o'xshagan katta san'atkor, yangi kuylar, yangi taronalar o'rgatganda o'zim darrov ustozlar bilan o'rganibman. Qo'shimcha darslar bor. Pianino, solfejodan darslar bor, shularni o'tadilar. Bera kelgandan keyin men birdan rubobchilik sohasini emas, qo'shiqchilik, pianino, keyin solfejo darslarini o'rgandim. Eskiran degan kuy bor, shuni chalishdim yaqadim. Biroda xafa bo'lsam va ko'nglimni og'ritsalar, shu rubobni olib chalishdim yaqadi. Hozirgi kunda ustozlarimiz bilan ansambl bo'lib chalib, Peshardigoh, Sharobbir, Bahor valsi, Yangi tanavar degan kuylarni juda qattiq tayyorlanibmiz. Musiqa va uning cholg'u asboblari inson hayotining ajralmas qismidir. Ular tarix, madaniyat va qalblari ko'prigi bo'lib xizmat qiladi. Qashqar rubobi esa o'zining noyob ohangi va qadimiy ildizlari bilan Markaziy Osiyo xalqlarining musiqiy merosida alohida o'rin tutadi. Ushbu cholg'u nafaqat kuylarni ijro etish vositasi, balki xalqimizning ruhi, hissiyotlari va ma'naviyatining yorqin ifodasidir. Shogird va ustozlar orasida davom etayotgan bu san'at yangi avlodga an'analarni yetkazib, musiqiy merosimizni asrab-avaylashga xizmat qiladi. Shu bois Qashqar rubobining sehrli tovushlari zamonlar osha xalqlarning yuragidan yuragiga uzatiladi va musiqaning abadiy tilida so'zlaydi.